Mana man buda ko'rayotganinglar bu misvoq. Buni man Misrdan olib kelganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har doim o'z ummatlariga misvoqda tishlaringizni yuving deb aytganlar. Bu biz uchun nafaqat sunnat amal. Bu narsa tishlaringizni emalini mustahkam qiladi, karies bo'lmasligini oldini oladi, tishlaringizni bittada oqartirib beradi. Shaxsan men o'zim mana buni ishlataman miyataligidan. Juda ham zo'r narsa. Men o'zi buni hech sizlarga ko'rsatib bermagan ekanman, reklama qilmagan ekanman ham hattoki. Misrdan olib kelganman. Shundan beri maza qilib ishlataman. Milklaringlar orisib, tez qonab ketadigan bo'lib qolgan bo'lsa, tishlaringlar oqmas, sarg'ayotgan bo'lsa, tishlaringlarni chistka qildirgan bo'lgandan ko'ra mana shunaqa misvoq ishlatishinglarni tavsiya qilaman. 100% tabiiy mahsulot va mazza qilib ishlatasiz. Effekti bitta ishlatganingizda o'zida bilinadi. Mana shunga ham chegirma qilib bermoqchiman sizlar uchun qizlarjonlar. 20%. Mazza qilib, olib, ishlatib